Bismillah deb xonadonga kirib kelar ekanmiz aka. Oppoqqina travertilardan chiqarilgan, atachayin to'liq qo'yilgan 2 sotix tushgan xonadonimiz abzoriga kelganmiz. Kech bo'lishiga qaramay. Chiroyli holatda bo'lyapti, qarang aka. Fasad qismlariga e'tibor qaratasiz. Tashqari uchun bitta hojatxona, bitta mashina qo'yishga joy ko'rib turibsiz aka. Endi sizlar bilan birinchi qavatga kirib boradigan bo'lsak, qarang, studiyniy formatda hol divanli zona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Chiroyli remontlariga e'tibor berasiz, lyustralarning ham uyg'unliklariga ham e'tibor berasiz. Birinchi qavat uchun mo'ljallangan zalga e'tiboringizni qarataman. Keng hajmda balandliklarga ham e'tibor berasiz. Xonadon pishuv g'ishtlardan qurilgan bo'ladi. Juda ham chiroyli holatda. Eshiklarga ham to'xtalib o'tirgan bo'lsam, rossiyskiy har bittasi $300 eshiklar qo'yilgan bo'ladi. Bu yoq tarafda umumiy sanuzilga ko'zingiz tushyapti, hajmli, kattaligiga ham e'tibor berasizlar. Bu yoq tarafda ota-onalar yotoqxonasi, chiroyli holatda bo'lyapti. Gul qo'ymas xonalarimiz orqa tarafda, havo aylanish uchun joyimiz ham bor. Bu oshxonamiz bo'ladi. Kichkinagina hajmda joylashgan bo'ladi. Orqa tarafda havo aylanish uchun joy ham tashlab ketilgan. Chiroyli holatda ko'rasiz, do'q-konturli katta uylarni ham yaxshisiz qatliklari qo'yib qo'yilgan. Sizlar bilan birinchi qavat podval qismimizda juda ham chiroyli holatda joylab qo'yilgan e'tiboringizni qarataman. Chunki har bir xonadonga kelganimizda shu xona bo'lishligini hammamiz xohlaymiz. Mashalloh, tabarakalloh, yoqqan bo'lsa bitta layk ko'rib ketasizlar. Juda ham chiroyli holatda akam namozxonani shu birinchi qavatga joylab qo'yganlar. Ko'rasiz, hajmi ham juda ham katta. Havo aylanish uchun oynalar ham tashlab ketganlar. Kelgan manzilimiz akalar Nazarbek Said Vaqo'sov masjidining oldidan 1 kilometr orqa masofaga kirganda 2 sotix 10 ta xona 172 ming start belgilayapmiz. Ko'ryapsiz, bu birinchi qavatimizni obzorini davom ettirdik. Avval qismimizni ko'rsatdik. Endi sizlar bilan ikkinchi qavatga chiqib borar ekanmiz. Ikkinchi qavatga chiqib borar ekanmiz. Qarang, zinalarga kameralarni to'shab qo'yganlar. Yaxshi holatda zinaning kengliklari ham bemalol chiqish imkoniyatini sizda yaratib beradi. Ikkinchi qavatga chiqib kelar ekanmiz, bu bitta. Ko'ryapsiz, bolalar yotoqxonasi, ranglari ham ko'zni charchatmaydigan holatda. To'pli pol va radiator asosida isiydigan xonamiz o'tdi. Bitta bolalar yotoqxonasi, tashqari qaragan romlari bor. Bu ikkinchi xonamiz bo'lyapti. Bu yoq tarafda zal sifatida yoki ota-onalar yotoqxonasi sifatida foydalanasiz. O'zini balkonlariga ham ega bo'ladi. Mana bu yerda 4-xonamiz bo'ladi akalar. Kattagina, chiroyli rang uyg'unliklari bilan. Bu ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan sanuzilimiz. Endi bu yoqdan chiqib borar ekansiz, benihoya ko'zingiz Ka'ba bo'shi surat tushirilgan rasmga tushadi. Tepa qismimizda ham mansabdan ham siylik qilib qo'yganlar, o'tdan bitta sanuzil joylab qo'yilgan bo'ladi. 2 sotix bo'ldi akalar. 10 ta xona, start $172 ming. Ko'chalarni ham ko'rsataman chiroyli holatda. Xonadondan chiqib kelar ekanmiz. Qarang, yopiq hudud deb ta'kidlasak mubolag'a bo'lmaydi. Ishlak bog'lar qo'yib qo'yilgan. Mana bu ko'rib turgan bog'ingiz shu 3 ta xonadonga tegishli bo'ladi. Bu letniy oshxonalar qilib qo'yilgan, ko'rasiz. Oshxonalar bilan kalavot qo'yib bemalol ovqat qilib o'tirish imkoniyatingiz bor. Mana xonadonimiz sotilgan. Bunisi застройщикка o'zlari olib qo'yganlar, ma'lumot o'rnida. Shu xonadonlarni qurgan inson o'zlari sizlar bilan qo'shni bo'lib yashash imkoniyati bor. Endi ko'rishingiz mumkin, mana Said Vaqo'sov masjidining oldida joylashgan, xalq tilida bozor mahalla deyiladi. Nazarbek bo'ston 1 kilometr kirganda shu xonadonimiz sotuvga chiqdi. Pishgan ishlardan qurilgan baquvvat juda ham chiroyli xonadon. Eslatib o'taman, narx start $172 ming. Albatta kelishadigan joylar bor. Kelib ko'rib, talash tortish barakasini qilsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar.